Hurmatli podpischilar, mana hozir buni ochyapman, Mana hozir sizlarga tayyorladim. Bir minut sabr qilinglar, bitta qo'limda telefon, anaqa qilolmayman. Mana bunday kichkina qoshiq, mana kichkina qoshiqcha. Ko'ryapsizlarmi? Bu endi tilla qoshiq, nima sizlarga ko'rsatyapman. Kichkina qoshiqda 6 qoshiq tayyorlaysizlar bankaga. Hozir men sizlarga tayyorlayman. E'tibor bering. Yaxshilab. Mana bu limonli kislotadan 6 qoshiq tayyorlanadi bunga, bankaga. Mana shunday kichkina qoshiqqa 6 qoshiq tayyorlaymiz. Undan keyin tuzdan 5 ta tayyorlaymiz. Xohlang 4 ta tayyorlang. Ko'proq tayyorlamang, oshiravermang dozasini. Mana hozir men tayyorlashda solaman. 4 ta tayyorlayman, ko'rasiz. Hozir ozgina sabr qilib turing. Mana hozir 6 ta tayyorladim. Mana 6 ta tayyorladim. Mana bankada ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 6 ta. Ana endi tuzdan tayyorlayman. Qarang, bitta qo'limga olib solyapman. Mana yaqinroq boryapman. Mana tuz qanaqa holatda bo'ladi, mana ko'rib oling. Mana tashladim. Bitta, mana 2 ta, mana 3 ta, yana mana 4 ta. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Bu tugadi. Buni olib qo'yamiz. Endi buni men anaqa qildim, aralashdim. Endi prikres vodorodni ochamiz hozir. Hozir 1 minut. Mana ochdim. Ana endi ana bunga tashlayman. Mana qarang, e'tibor bering. Tashlayapman. Mana oxirigacha soldim. Mana oxirigacha soldim. Endi ikkinchisini ham ochamiz. Qattiq ekan bu. Mana qarang, xalqim, e'tibor bering. Mana ikkinchisi bu. Mana solyapman. Mana soldim. Mana bo'ldi bu. Limonli kislota soldik. Mana qildik. Mana limonli kislotani soldim. Ko'rgan bo'lsangiz. 6 dona qoshiq solinadi bunga. 4 ta tuz solinadi. Mana prikresdan 2 ta tayyorladim. Ko'rgan bo'lsanglar. Ana endi bizga qoshiqda kerak bo'lyapti. Mana qo'zg'aymiz yaxshilab. Mana qo'zg'ayapmiz. Yaxshilab reaksiyaga kiradi. E'tibor bering, xalqim. Sizlarga yana tushuntiryapman, e'tibor bering. Mana qarang, holati yaxday bo'ldi, muzday bo'ldi. Mana holati muzday bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz qanaqa